Akalar, bugun men Xitoyga Xargosga kirib keldim. Mana hozir Xargosdagi Qorasuv ko'chasi borasi, chiroyli yosh ko'chada yuribman. Qisqasi, bugun yangi zakazlarimiz bor edi. BYDga aynan birorta BYD zakazlarimizni zakaz bera olmadim. Sababi hamma BYD sotuvchi eksportyorlar endi ulgurmaymiz. Kecha qoldik. Bugun to'laganda ulgurardik, lekin dushanbadan keyin to'lagan pullaringga уже men ulgurishimizga garantiya bera olmayman deb zakaz bermadim. Shu kungacha zakaz berib qolgan, BYDga zakaz berib qolgan akalarimizni tabriklayman. Endi qolgan mashinalarga keladigan bo'lsak, qolgan mashinalarga ko'p eksportyorlar ulguramiz deyapti, bemalol muammo yo'q. Faqatgina undan keyingi haftaga zakazga garantiya bera olmaymiz deyapti. Ya'ni 20-gacha muhimi bizga pul tushsin. Ya'ni keyingi haftani shanbagacha bizga pul tushsin deyapti. Ya'ni jumagacha bizga pul tushsa, bemalol keyingi haftagacha dokumentlarni qilishga ulguramiz, ya'ni bemalol eksport qilamiz deyapti. Endi bu narsa faqatgina ikkinchi qo'l qilib eksport qilinadigan mashinalarga tegishli. Yangi holatda eksport qilinadigan mashinalarga tegishli emas, faqatgina qaysi mashinalarda endi yangiligicha eksport qilishimiz mumkin. Bor Dongfeng, Deepallar bor. Bilganlarim, qolganlarini misol uchun Mazda'dan so'radim. Unga hali yangilikcha eksport qilishga ruxsat berilmagan, faqatgina ikkinchi qo'l holatda eksport qilinishi kerak ekan. Unga ham faqatgina keyingi hafta vaqtimiz qoldi deyapti. Mana shunaqangi ayrim mashinalar bor. Ulgurib qolishimiz kerak bo'lyapti. Endi keyingi yilga nimalar o'zgaradi, nimalar bo'lmaydi, uni vaqt ko'rsatadi. Hozircha yangiliklar mana shunaqangi. Agar shu bu yil mashina olishga qaror qilgan bo'lsanglar, sizlarga yana ozgina vaqt qoldi. Iloji bo'lsa keyingi haftani dushanba, seshanba, chorshanbalarigacha pul to'lashga ulgurish kerakki, ularga, ya'ni eksportyorlarga pul keyingi haftaning o'zida ko'rinishi kerak. Sog' bo'linglar. Agar ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosishni unutmanglar. Xitoydan mashina olmoqchi bo'lgan akalarimizga jo'natib qo'yinglar.